Bismillah. Voy. Voy, yelib ketibdi-ku bu. Dopor. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bizda yangi Hamidov officialmi deyilmaydi? Official degan mana shunaqa akkaunt ochdik. Avatarkalik qilib, o'tib obuna bo'lib qo'ysani zo'r bo'ladi. Sizlar arzondamiz. Mana shu akkaunt ham menga tegishli. O'tib obuna bo'lib, bitta qo'llab-quvvatlab olasizlar endi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga shunaqa Maldiv bardan 4 kishilik set topib qo'ydim. Buni narxi nech pulda o'ylaysizlar? Bunun narxi 99 ming so'm. Agarda 11 dan soat 4 gacha kelsana, bunun narxi 89 ming so'm. 4 kishi qamab oladigan joy. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Ertalabda menga o'shqal so'm deydiganlar bor. Kanal bo'yi. Mana o'tirmaydi aka bular. Afsona oshxonasida. Yani shunaqa soatimiz hozir turdimi, menga ertalab 10 bo'libdi. Kelaverasiz, so'ngsi tayyor mana shu xizmatlar. Hozir bajaradi. Gulistondan kelish. Bu tarafi tomon. Ukangizni rosa qizg'anar ekansiz, keliningiz bilan ukangiz dam olishga ketishayotganda ota-onangizni olib o'zingiz ham erinmasdan qo'shilyapsiz degan negativlar juda ham ko'p. Ukam bilan umuman ishim yo'q. Xotinim bilan qo'shni qarib baxtli taxtli bo'lib o'zligidan ko'payib ketsin. Lekin tan olaman, mardlarcha ota-onam ozgina qizg'anib o'tdim. O'zi aslida dam olishga ota-onam bilanman va bolalarim Angrenga ketishimiz kerak edi, ya'ni Garden Vibe Resortga. Lekin uyga borib qarasam, kelinim bilan ukamni ham chamadoni tayyor. Ha, yo'l bo'lsin desam, bularni ham tashab ketmaylik, o'zi qolmasin deydi. Unisiga ham mayli dedim. Lekin dam olishga borganda ana endi kelinimizni qo'llaridan o'choq qozonda maza qilib ovqat yeymiz desam, kelinimiz dam olishga kelgan, asal oyisi bo'yatdi, o'zing qilib bera qolgan deyishganiga chida bo'lmadi-yu. Ikkita yoshi bo'ynidan bo'g'ib oldimga olib kelib olib, ukamga o'tin yordirdim. Kelinimga bo'lsa telefonimni ushlab videoga olib turing dedim. Bo'ldi, sizlar o'ylaganchalik yomon qaynaga emasman. Prosta birgalashib xingir qilib ovqat so'raganimizdan keyin Garden Vibe'dagi katta hayvonot bog'iga birgalashib sayrga chiqdik. Bir payt qarasam, kelinimiz xafa bo'lib ukamni qo'ylab yurgan ekan. Nima bo'ldi desam, ukangiz ot minishga ham ruxsat bermayaptilar, loqal kvadrisiklga ham ruxsat bermayaptilar dedi. Qani bu yoqqa kellaring dedi. Hammasini bitta sinab ko'rib maza qildik. Keyin bo'lsa butun bitta hayvonot bog'ini aylanib chiqqunimizgacha ham fermadagi otlarni, qo'ylarni, kiyiklarni, bug'ularni ko'rib chiqqunimizgacha o'zi ham 3 soat vaqt o'tibdi. Даже ishonasizlarmi, ovqatimizni suv qurib ketdi. Lekin bolalar bilan yoki kattalar bilan borsanglar, mazza qilib aylanib, toza havodan nafas olib yuradigan joy ekan. Orada shunaqagina tarbiyasizlik qilib suvlarga toshlar ham otib oldik. Hamma joyi aylanib, ipidan ignasigacha ko'rib chiqqanimizdan keyin qornimiz ochib qaytsa, bizga tapchallarga chiroyli qilib joylab qo'yishgan ekan, mazza qilib ovqatlanib oldik.